Hayvonot kutubxona markazi taqdim etadi. Bo'yo'g'li bilan qarg'a. Qadim zamonlarda bo'yo'g'li kunduzi xohlagan tomoniga hech narsadan qo'rqmasdan uchar ekan. O'sha vaqtlarda u bo'yoqchilik qilar ekan. Uning oldiga har xil qushlar uchib kelar ekan. Bu qushlarni istagan rangiga, qizil, ko'k, feruz, sariq ranglarga bo'yar ekan. Buni ko'rgan qarg'aning havasi kelibdi. Qarg'a juda olifta ekan. U o'zini eng chiroyli rangga bo'yatish uchun kelibdi. Bo'yo'g'lining oldiga uchib boribdi. Bo'yo'g'lixon, baraka topgur. Meni qushlar tarixida misli ko'rilmagan eng ajoyib rangga bo'yab qo'y. Men o'z go'zalligim bilan butun jahonni hayratda qoldirmoqchiman. Mayli, deb rozi bo'libdi bo'yo'g'li. Qarg'ani qaysi rangga bo'yab qo'ysam ekan deb uzoq bosh qotirib o'ylabdi. Oxiri u qarg'ani eng yaxshi qop-qora tushga pishib olibdi-da, tushdan olib, mana endi qushlar orasida senga teng keladigani yo'q debdi. Qarg'a juda xursand bo'lib ketganidan qanaqa rangga bo'yalganini oynada ko'rishga shoshilibdi. Ko'ribdi-yu, shunday qotib qolibdi. Boshidan tortib to dumining uchigacha qop-qora. Burni qayerda, ko'zi qayerda ajratib bo'lmaydi. Qarg'aning jahli chiqibdi. Qanday rangga bo'yab qo'yding meni, yaramas? Bo'yo'g'li o'zini oqlay boshlabdi. Axir o'zing meni qushlar tarixida misli ko'rilmagan eng ajoyib rangga bo'yab qo'y deb iltimos qilding-ku. Sen shoshmay tur. Endi biz sen bilan ashaddiy dushmanmiz, deb qag'illabdi qarg'a. Men sendan qasos olaman. O'shandan beri bo'yo'g'li yorug'da uchmas ekan. Qarg'aning qasos olishidan qo'rqib, kunduzlari yashirinib yotarmish. Aziz bolajonlar, mana bu ertak orqali siz bo'yo'g'lining nima uchun kechqurunlari uchishini, qarg'aning rangi nima uchun qora rangda ekanligini bilib oldingiz. Ertagim sizlarga yoqqan bo'lsa, kelasi safar uchrashguncha sizlar bilan xayr deb qolaman.